doktor, shu xotinim 2 oydan beri bosh og'riydi-da, oxirgi paytda rosa asabiy bo'lib qolgan. Nuqul yo'q joydan men urishgan. Shunga yaxshi doringizdan bering. Yana xotiningiz sizga kesatib gapiryaptimi? Ha, xuddi shunaqa bu. Xuddi shunaqa. Shunga nima tavsiya qilasiz? Xotiningizga $100 bering. Boshqa dori yo'qmi? Agar uzoqroq ta'sir qilsin desangiz, unda xotiningizga $200 bering. Bo'ldi, tushundim. Xotin, mana. Voy adasi, rahmat. Voy adasi, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy To'raxonda nima qilamiz adasi? Masingiz bo'lmayapti. Ismingiz chiqyapti, shamollab qoldingiz adasi. Men sizni o'zim davolab qo'yaman adasi. O'zim sizni yosh ko'radigan osh qilib beraman bugun. Ha, qo'larim o'ynatib. Borib tur hozir. Sabzab turaymi? Ha, sabzab tur. Biraz bo'shab bor. Ha, mayli, bo'shab. Hozir hayotim. Doktor. Rahmat. Buni xizmati necha pul bo'ldi? Atigini $100. Men unda kartangizga tashlab beraman. Kartangizni ayting. Yo'q, bolam. Naqd beravering.